Assalomu alaykum. Musofir oilasini kuzatayotgan aziz opa-singillar, kuzatayotgan anchadan beri ko'rmay qo'ygan, chunki yo'q bo'lib ketdim. Bir 2 oycha yo'q bo'lib ketdim shekilli. Chunki hali videolarimni ko'rgan bo'lsanglar ishga kirib oldim deyatgandim. Endi ishdan chiqib ketdim. Vaqtim bo'lmayotgandi ishlab. Endi ishlamayapman. Endi vaqtim ko'p. Endi videolar qo'yaman. Поддержка qilaverasizlar degan umiddaman. Shunaqa qilib bir qo'llab-quvvatlab yuborsanglar, videolarni taqir chiqarib turaman. Bizda qorlar yog'ib, sovuqlar tushib, ancha sovuq bo'lib qoldi. Sizlar tomonda sovuq bo'lmasa kerak hali beri, endi dekabrda o'rtasi kelyapti. Bizda sovuq anchalar. Shunaqa qilib o'tiribmiz. Ko'rayotganlaringlardek qishda hamma qiladigan salat, oливье salat qilyapman. Oldiga keyin bitta ovqat qilyapman. Bu ovqatni nomini topib kommentariyaga yozib qo'yinglar. Bu ovqatni o'shliklar, ya'ni qirg'izistonliklar biladi. No, O'zbekistonda bormi bu ovqat, yo'qmi bilmayman. Bu taomni qilishadimi, qilishmaydimi bilmayman, lekin Qirg'izistonda juda mashhur ovqat, oson mashhur ovqat. Aynan O'zbekistonda nimani xonimda sotishadi-ku ko'chada. Shunaqa qilib bu taomni ham bizda o'shda bozorda sotishadi. Ko'pchilikka yoqadi. Ayniqsa yosh bolalar yoqtiradi, kattalar ham yoqtiradi. Ozgina mehnati bor. O'sha xonimda ham menimcha mehnat bo'lsa kerak. U ham xamir ovqat, bu ham xamir ovqat. Ikkovini ham mehnati bor. Hech O'zbekistonda xonim olib yeb ko'rmagan ekanman. Aynan shu bozorda sotiladigan ustida haligi qizil anaqa qo'yib beradi, sousini qo'yib beradi. Aynan ashunisini olib yeb ko'rmaganman. Shirinmi? Bilmayman. Xamir ichida narsasi bormi yo'qmi uni ham bilmayman. Biz tomondagi mana bu mashhur, xonimdaqa mashhur ovqatga, taomga kartoshka qo'shiladi, qaynatilgan, ezilgan pyure kartoshka qo'shiladi. Agar o'zbekistonliklar yeb ko'rgan bo'lsanglar, bilsanglar, kommentariyada yozinglar. Endi qirg'izistonliklar bilishadi, olib yeyishadi, yoqtirishadi. Ko'pchilik uyda qiladi. Qilolmaganlar, ya'ni shu nimadan, bozordan olib yeyishadi. Endi qilolsak ham biz ham birorta bozordan olib yeganmiz. Mana Rossiyadan borganimizda qilgan vaqtimiz bo'lmay, undan tashqari boshqa ishlarimiz ham bo'lib, shu paytlarda biz ham ko'chadan, bozordan olib yeganmiz. Kilolab sotishadi. Shunaqa qilib Qirg'izistondagi mashhur ovqatlardan bittasi. Aynan bu taom qayerda topilgan, kim o'ylab topgan bilmayman, lekin yoshligimizdan beri bor. Shunaqa qilib xamirlarni yayib, qo'lim o'ynatmay ko'ryapsizlar. Tiq qilib bir xilda qilib kesib tashladim. Shunaqa qilib mayda qilib kesib olinadi, mayda qilib jugiladi. Mandaylar 2 buklab qo'yiladi, bo'ldi. Shu keyin mantiq osonga terib pishiriladi. Oxirgi mahalda videolarimda ovqat qilgandan keyin pishgan nimasini qo'yish esimdan chiqib qolyapti, chunki qilganimdan keyin shashilib yeb qo'yapmiz. Videoga olish umuman hayolimga kelmayapti. Shuning uchun buni ham pishgan anaqasi yo'q. Nima deydi? Pishgan varianti yo'q. Lekin agar hozir suratini topsam, qo'yib qo'yaman. Like bosib, kommentariy yozib, qo'llab-quvvatlab qo'yinglar. Kutaman hammalarni like keladi, kommentariyalarni. Hammaga rahmat.